kecha videoyingiz qo'yildi. Instagramga qo'ydimmi? Ko'rishsin axir odamlar. Ya, hech narsa bo'lmaydi. Betingizga bijir-bijir qo'yadi. Qarang. Mana kecha ko'rdik, tekshirdik, chuqur yuzak sezgi buzilgandi, to'g'rimi? Yoting. Yaqinroq kelasiz. Ko'z yumasiz. Nima chizdim? Nima chizdim? Nima chizdim? Nur. Shularni bilarmidingiz? Necha kunda sezish boshlandi? Mana bugun 4-kun. Hech ko'z yuming. Qaysi barmoqni ushladi? Ana shaquncha bilmayapti. Nima qiladi? Ana katta barmoq. Ha, uni вообще sezmaydi o'zi. Umuman qaysi sezmayapman. Ko'z yuming. Qaysi barmoq? Ikkinchimi? Nima qilyapman? Qayrayapsiz. Chuqur sezgan уже 80% tiklangan. Yuzaki sezgi zo'r. Xudoga bitta oyoq tepaga ko'tarib ko'rsatib bering. Qilolmayotgan ishingizni ko'rsating. Qani? Tizlarni topib sidirib tushasiz hali. Mana tizza. Mana bunaqa bo'lyapti. Hozir endi qanaqa bo'lyapti? Mana ishlayapman-da, kecha-kech o'tirib asta. O'zingiz tamirovka qilyapsiz. O'boryapman. Endi nari bo'ladi? Mana qarang, bunisini tizzani bilyapman. Tizza qaqqaligini bilmayotganimda man asta demak, mana bemorga o'sha qo'yilgan B12 yetishmovchilik bilan bog'liq bo'lgan polineuropatiya, xudo xohlasa mana 4-kunga kelganda ancha sezgilar, yuzaki sezgi почти 90% qaytgan. Chuqur sezgi 80% qaytgan. Sensitiv ataksiyamiz bor edi ozgina. Bu ham hozir mana mazishkoviy ataksiya pastgisi, bu ham ancha yaxshi bo'lgan. Yurishdachi? Magazinga borib keldim. Yurish ham yaxshi. Hozir yurmayman. Bu safar